Qullarim. Qadrli abonentolarim, ko'rib turibsizlar birodarlarni quyidagi mumiyaga aylantirib qo'yganman. O'zbek xalqini negativiga sababchi bo'lmasa bo'ldi. 5 yoshli youtuber o'z do'stlarini mumiyaga o'ldirdi. O'tsa hammasi men do'stim mana bitta mana. Bitta qolgan hammasini. Hozir endi to'n qaytarib hammasini. Video davomida mumiyalarimiz naqd 10 ta challenge tugatishadi. Yutganga surpriz sovg'a, yutqizganga esa surpriz jazo bor. Ko'rganlarga esa faqat hurmat. Like bosganlarga undan ham ko'proq hurmat. Addishi hurmat. Like bosib qo'ying. Bosinglar iltimos. Yalavoring, bosmadinglar hali. Ashcha parosat bor-ku. Hozir mana bitta galma-galdan o'tirasizlar-da, orqada turgan mumiyadagilar qo'lidagi mana bu tayoq bilan uratdi. Kim urganligini topish kerak. O'tirgan odam topsa unga 2 ball, topa olmasa urgan odamga 2 ball. Jamoamizga yangi qo'shilgan sifatida Akbar o'tirib beradi. Turaqa xolasing. Ya, o'tirsin. Urishga qulay. Va Aziz 2 ochko Dilmurodga. Senga ochko yo'q ukam. Yana mashta o'tirasan. Topkuningacha. Kim urdi? Dilmurod aka. Azizga 2 ochko. Akbarni hamma ochko olishni ishlatyapti. 3-chisidan keyin boshqa odam bo'ladi, xavotirman. 3 marta yegin. 3 marta yegin deydi. Bir marta emasmidi? Ya bozori qaychi ham bor. Bekzod. Topding 2 ochko. Ya salomlar. Lekin ko'rib qoldi lekin. Konkret ko'ryapti-da bu. Kim urdi seni? Voy ya qaro. Topdimi? Qayerdan bilding? Qaltirab eng kulganlar mana shu bo'ldilar. Sunnat urmayapti-da, ko'rdingmi? Sunnat tvar urmadi. Chunki meni urgan sekin urdi. Yo, Aziz yo men buni. Azizda. Aziz urdi. Qayerdan bilding? Topding. Aziz urdi. Sunnat meni urganni qattiq urardi, uni sekin urdi. Va shu yosh avloddan kimdir urdi, mana. Bunaqa zakovatni ham unaqa ko'p o'ynamaydi. Diligami? Ha, bular ko'ryapti-yu. Siz men ikkalasi men urishga aqli yetmaydi shunga. Bekzodmi? Yo'q, endi diligami? O'zicha faqat men uryapman, dedi Xumetov. O'sha aytdi, faqat diligami urdilar. Lekin oz chichvording, bo'ldi, o'ting. Bekzod urdi, Bekzod. Motor topding. Urlaring. Navraz. Xulosangni tur. Ha, xulosasi Dilmurod aka surdi yana. Mana Dilmurod, Akbar, Bekzod, Kut, Sunnat. Akbar. Ya. Dilmurod. Mo'shliklar tushdi-da, hammanikida mamnaq turibdi. Akbar shoh ketibdi, mamnaq turibdi. Mamnaq qilib qattiq urib bo'linadi. Mamnaq qilib qattiq urib bo'lmaydi-da o'shanga. Ko'zing. Kim yani? Kim? Dilmurod. Dilmurod kim jalb Diling bo'ldi. Necha ochko to'plading? Azosh, yana Dilmurod aka urdi. Sunnat ekan. O'tirsinlar. Bekzod turdi, Jo. Ya ko'ryapti-yu. Ko'rib qaratib qo'ygan. Bu qanaqa ko'ra oladi? Qatdan topyapti unda? Bilmayman. Qatdan topyapsa Aziz urganni. Aziz urganni qatdan topyapsan? Bo'ldi, taomlaringni. Azurda o'rtoq. Yo'q, Yaqin safdoshing. Ukam yaxshi ko'raman deb prosta. Bitta o'p qo'y. Top qo'y. Qatmi? Az ketgan shon. Bo'pti, davay, Ya, davay, dakansiz. Uyingga yeta olmagan. Yurgan metroying dumalab ketsin. Yonib ketgan Aziz. Masjidga ko'miylu taxtalar orasiga. Bo'laqa. Voy, bilaga, omon chiqolsanlar-da. Bekzod turdi. Qo'y menga, Bekzod, naqul, Bekzod. Ya, meni urishim aniq edi, men urish kerak edi, qo'rqyapti. Qattiq ursang, men deb o'ylaydi. Vallahi, hoy, shu kalting yeb olamiz, normal. Maryam bu. Voy, chiqo.
Voy, Voy, 2 marta o'tib ketdi. Ya. Bitta odam urdimi? Ha, bitta odam ikkita uchida urdi. Bo'ldi. Sardor aka urganlar. Ikkita tarafida urdi deb qo'ydilar. Ikkita tarafdan aql urish qiyin. Sardor aytdi. Bo'ldi, endi o'tir o'zing. Aminmisan? Aminman. O'tir, urdi. Oldingi ikki ochkomi? Shu bola yutdi ikkita somsa ber. Qani qanchalik qiyin ekan bo'la qilayotgan ish. Voy qara. Chimin chaqdi-ya. Hali hech kim urgani yo'q. Hali hech kim urgani yo'q. Dardan qo'rqishini qara. U nimalari satrasini oladi-ku. Ha, ko't tishini qilding hozir. Bitta odamga mumkin. What the fuck is that? Tezroq urib olsam bo'larkan buni. 6 ochko to'plashganiga bu raundda Aziz hamda Dilmurod yutishdi. Sizlar kechirma. Ya kechirma. Varti yuqish. Qach degani yo'q. O'tama his qildim, og'ridi. Keyingi o'yinga ko'ra, hozir oranglardan bittanglarni mafiya ekanligingizni men aytib qo'yaman. Keyin aytganimdan keyin mana shu dumaloqning atrofida galma-gal aylanib yurasizlar. Kim mafiya bo'lsa, istagan odamni ko'ziga qarab, ko'zini bitta qisib qo'yadi, shu odam chiqib ketadi, tushundinglarmi? Prosta qolganlar qaramayotgan paytda ko'zingni qisinglar. Kimni ko'rib qolsa, keyin ovozlama bo'ladi, keyin boshlaysizlar. Men ko'rdim seni, men seni ko'rdim bo'ladi. O'zingni yum. Yum deydi. Yum. Akbar yum. Marhamat. Ko'zim yumsam boshim aylanib ketadi. Keyin boshim og'riyapti, ko'nglim aylanadi. Dilmurod akadan boshqacha qarayapti. Men hozir boshqacha qarayman. To'g'rimi? Sen mafnapamga qaraganlarni ko'rmagansan. Давайте, Юрий. Mendagi olmayman. Mana. Turaylik bir-birimiz ko'zimizga qarab bunday ko'ra. Yuringlar. Sigir. Dili bo'ldi, jo. O'rtoq, men sen bo'lganda nagili otardim seni. Begi kirib ketdi-ku. Bo'ldi, to'xtating. Bo'ldi, dili chiqazoratdi. Ovoz beringlar. Nega ayting? Men tikka o'tirdim. Babda diliga yuguribdilar-da. Diliga bitta orqaga qaradilar-da, begimni ko'zini qisib qo'ydi bilan ko'r. Qanaqa qilib sunnat erkakmisan o'sha payt kimga qarayotding? Ya erkak. Ya erkakmisan o'sha payt kimga? Ovoz beringlar. Diliga. Dilingiz mana Dilmurodga ovoz beraman. Kimga ovoz berasan? Ha, yana sunnatni qilgan. Diliga. Agar meni qilgan bo'lsa, uzun chiqib ketaman. 100 ta. Chiqib ketasan shunda qara. Diliga. Dilingiz chiqazinglar bu. Ya, adashon nishon sunnatiga. To'xta. Va ikkalamiz hozir Dilmurod akamga ovoz beramiz aytadi. Dilmurod akam o'zlari oqlasalar, agar o'xshamasa chiqarib yuboradi. Keyin siz o'zingiz oqlang. Bitta gap. ayting, oqlamayman. Xohlasang chiqarib ol. Sizcha oqlayman. Nima deb o'ylayapsizganda keyin. Qo'ydim senga. Senga ham oqlayman. O'zim xohlasang chiqaz, xohlasang chiqazma. Asabim buziladi. Bo'ldi, mas fikrim o'zgartirmay Dilmurod akaga yolg'iz ber. Chiqib olagan, sunnatiga yetib ketadi yana. Dilmurod akam. Men O'zgartirmay, men ber. Dilmurod mafiya. Sunnat. Kim mafiya? Mafiyani to'g'ri topishganligi uchun oxirgi qolgan 3 ta ishtirokchimizga 1 ochkodan beramiz. Boshlaymiz. Ketdi. Menga bering. Boryapti. Odam yo'q. Yo'q. Sizni degan oldiga boring. Keyingi o'yinda esa ikkita katta ishtirokchimiz qolgan 3 ta ishtirokchiga qarshi futbol o'ynaydi va qaysi jamoa birinchi bo'lib 2 ta gol ursa, g'alaba qozonadi.
Itarishdi. Penalti. Penalti. Ha, kort berdim. Penalti. Orqaga o't, orqasiga o't Bekzod, penalti deb bosdi. Sekin, oyog'ini ochib olgan. Qanday unaqa? Sekin, bo'l. Ketdi. Menga bering shuni. Men ukam fora, nima qilasan? Endi biz berish kerak. Voy jalla. Tocando para Ronaldinho. Ronaldinho que tira la diagonal. Ronaldinho que se va de dos. Ronaldinho continúa. Ronaldinho gol. Qarashini Bekzod. يعني شوف النبرات قبل التنفيذ يتقدم رونالدينيو الله Bo'ldi, bitta golgachamiz yetdi. Ya. Ikkita. Az bilan kalamdan o'ynardi. Normal. Akbar qara, ruhiyat cho'rma. Qamasni sekinroq bering. Maka. Endi menga ber, erkak ber. Sunnatga ber. Bor, Akbar, bor. Tishim sinmadimi? Burningiz og'riyaptimi? Men qo'lidan qo'lingiz ish bo'laqmadim. Qadrli obunachilarim, bu videoni bizni hozirgilardan tashqari yana 7 ta, umumiy 10 ta challenge qilib super katta video qilmoqchi edik sizlar uchun. Afsuski, Dilmurod Aytton tramvasi juda katta bo'ldi va bu yoqqa umuman ishtirok eta olmadi. Unga yordam berishga majbur bo'ldik. Shu bilan videomiz ham to'xtab qoldi. Lekin shu videoni davomini sizlar uchun olaman. Komment bosinglar, like bosinglar va ko'rganingiz uchun rahmat aytdim.